Rollarini mana bitta kaftinglarda bemalol turgan joyida burishinglar mumkin. Rolim qattiq bo'lib qolyapti. Avtomobilim yangiligida bunaqa emasdi degan juda ham ko'p savollar berilyapti. Biz Cobalt avtomobilini olib qolganmiz. Bu mashinada rollari qotib qolib, mahallalarda yurganlarda salonga tiriq-tiriq ovoz beryapti. Salonda ichidagi rolni o'qlarigacha yechib oldik mana. Bularni o'zini remont qilib, chotkilab, cherveklarini chaqlab, rollarini yengil qilib beramiz. Cherve chaqlangandan keyin avtomobilga hech qanday ziyoni yo'q. Ko'pchilik o'ylaydi, rolim yengil bo'lib qolib, xavfli holatlarga olib tushadi. Yo'q, aksincha, biz qilgan ishimizga garantiya beramiz va sifatli qilib beramiz sizlarga. Rollarini mana bitta kaftinglarda bemalol turgan joyida burishinglar mumkin. Podъемникdan tushirib yerga qo'yib qo'yganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. Ishlaringizni sifatli va garantiyali qilib beramiz. Albatta videoga bitta like bosish ham esdan chiqmasin.